Assalomu alaykum, bizani kuzatib turgan barchaga. Xudo xolasa bog'imizdagi bu yangi uzum navlarimizdan biri. Buni kelganiga 1-2 yil bo'lgan. Ba'zi birovlarda oldinroq ham kelgan, lekin bizning bog'imizdagi kelganiga 2-3 yil bo'lgan navlardan biri Dubovskiy Rozvoy. Bu nav erta pishar nav hisoblanadi. Donlari juda yirik. Mana shu holatda juda ajoyib. Ko'rinishlari burgutni tumshug'iga o'xshaganligi sababli burgut tili ham deb aytishadi. Buni avval pishganiga ancha bo'lgan, vaqt bo'lmaganligi sababli endi bugun videoga olyapmiz. Hozir yeb ko'ramiz xudo xolasa. Juda shirin, ichida ikkita urug'i bor. Go'shti oq. Go'shtlik uzum. Xudo xolasa po'sti deganingizda umuman bilinmaydi. Hozir mana endi bitta shirasini ham o'lchaymiz. Qani 29-iyul sanasida necha brix qand miqdori to'dalagan ekan. Xo'p. Mana hozir sizlar bilan birga men ham ko'raman. Hozir. Xo'p. 29-iyul sanasida Dubovskiy Rozvoy uzum navimiz 22 brix qand miqdori yig'ibdi. Xudo xolasa yomon emas. Bu navimiz pishganiga ancha bo'lgan. Qand miqdori ham ajoyib. Hozirgi sanada men o'ylaymanki 22 brix juda ajoyib natija. Qizil uzum, ertak uzum ekaman degan insonlar uchun albatta tavsiya qilib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizani kuzatishni davom etinglar. Hali bundan ham zo'r uzum navlarini ko'rsatishni biz davom etamiz.